zavoddan eng oxirgi ishlab chiqarilgan 570 lardan bittasi. Mana buni qaranglar, original 570 S bo'ladi-yu. Bu mashinaga borib, aka, ishoning, reklama ham shart emas. Sinovdan o'tib bo'lgan mashina. Mana buni videoni qaranglar, bitta like bosib qo'yaveringlar. Hammamizga kamida mana shunaqa tulporlardan nasib qilsa. 2020-yil ishlab chiqarilgan Lexus 570 S kraskasi 100% top toza, aka, hech qanaqa aybi yo'q deyaptilar. 21-yilda tugagan bo'ldi ishlab chiqarish, aka, 104 ming kilometr yurgan. Radnoy probeg, tonirovka rashinalari ham bor. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Ya bitta aybi bor, aytganimcha, bitta aybi bor. Shu ham bo'lsa yuvilmagan, aka. Siz olasiz, maza qilib qaydaysizlar. O'zim ham niyat qilib turibman, Lexus olganman. Mana shunaqa 570 lardan haydayman. Nasib, niyat xolis Allohdan so'rab turibmiz. Xullas mashinamizni borib, bemalol tekshirib olar ekansizlar. Salon holatlari ham tiniq bo'lib turibdi. Mark Levinson akustikasi, pnevma podveskalari ham zo'r ishlab turibdi. Saloni qip-qizil salon. Qarang, hech qayerda qirilgan, chizilgan, nimadir bo'lib ketgan joylari yo'q. Aka, narxini nech pul deb o'ylaysiz? Narxini aytishimdan oldin, aka, nima podpiska bosmaysiz? Podpiska bossangiz sizdan nimadir ketib qoladimi? Narxi 82.900 dollar. Yaxshilab so'rab surishtirib ko'ring. Mana bu narsalari, fara, bamper, hamma joylari radnoy bo'lib turibdi. 15, 16, 17 larini ham shunaqa narx sotishyapti. Aka, bu 20 yo'q yili. 82.900 dollarga bosib yuborsanglar bo'ladi. Eng yaqin do'stingizga, mana shunaqa bahaybat mashina qidirib yurgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'yinglar.